Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, do'stlar, yaqinlar. Mana bugun 20-mart 2025-yil Ramazon oyining 20-kuni. Navbatdagi laboyimizga ham chiroyli bo'lgan tunuka shipkani qilib oldik. Laboyimiz egalari YouTube'dagi kanalimizdan ko'rib, qiziqib, obuna bo'lib, Sirdaryo viloyatidan yetib kelibdilar. Bu laboni hamma joylari ideal holatda qilingan, shumzalatsalar bo'lgan, ichilaridan po'kaklar tiqilgan. Mana bu joylari mana konteyner pollar qo'yilgan. Tomimizda yuklanganda kelgan har qanaqa yuklar kelib teksa, tunuka bukilmaydi, orqa kuzovga ramaga o'tkazmaydi. Bu joylarda mana orqasida Penaplex po'kak shumkalari bor. Mana ichlarida ko'rishingiz mumkin. Yo'llari ham 1,5 sm dan ichkariga qaytgan bo'ladi. Ochganda qo'l delmaydigan qilib. Mana bunisi mana ko'rib turibsizlar, sondig'i bo'ladi. Sondig'i mana 1.5 1.8 temir listlardan yasalgan bo'ladi. Akkumulyator to'sadi, ichiga arqon kulishidan pelitlar chiqadi. Mana kaliti ham bor. Ham kalitda, ham kalitdan tashqari ham ochilaveradi. Xuddi shu holatda, hozir mana shu holatda ochilgan bo'lsa, endi qulflarni shu holatda ichkaridan narsalari bemalol ketaveradi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Alohida rezinkalari ham bor. Rezinkalari tunuka qoplatilgan akalar bo'lsa ham sotilaveradi. Bitta desa bitta va 10 ta desa 10 ta. Xohlagan holatda qo'shni viloyatlarga ham dastlabki qilib kelishilgan holatda chiqarib yuboramiz. Bu sondiqlari ham xuddi shu holatda alohida sotiladi. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Tepalariga bagajlari bor. Bagajlari ham koreyskiy bagajlarga o'xshab yasalgan. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bordon qishlog'i. 1,5-2 soat ichida chiroyli o'rnashtirib beramiz. Ishlarimiz yoqsa like bosib, do'stlar, yaqinlarga, labiga qiziqqan akalarga jo'natib qo'yaverasizlar. Kamchiliklarni bemalol kommentariyaga yozib qo'yinglar. Keyingi ishlardan imkon qadar chiroyli qilib o'rnashtirib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.